Aka, mashinangizni sal chetroq olmaysizmi? Yo'lni to'sib qo'yibsiz-ku. Buzilib qoldi-da, aka. Bolalar, bir marta qarashib o'ralaysizlarmi? Bo'ldi. Ana keldi. 5 yil degandi. Mo'masanlar. Qara Farhod. Ku chet elda 5 yil ishlab kelib, yorib ketdi, dishotish go'liydi kelyapti. Odam sog'inib ketdi, 5 yil deganda. Ha, gapirma. Shunga qarab. Yaxshi kelib oldingmi, o'rtoq? Sizga tizimsan, o'rtoq? Tizimsan? Sizga Yaxshimisan? yaxshimisanlar? Kelishing bilan mashina bosib yuboribsan-da. Yaxshi kunlaringga qayta jigar. Rahmat. Mani birinchi olaman degan mashinam inomarka bo'ladi derding. Shunda hozir Jiguli ham inomarkada, to'g'rimi? Ha, Farhod? Yoshda katta bo'lgan og'aynimsan-ku. Sen hech qachon adashmaysan. Sen inamarka desang, inamarkada. Bunda qillar, o'zi 5 yil deganda endi ko'rishdi. Men sen mashinangni hayda bitta mashinada ketamiz. Shobiddan mashinangni qulab. Yo'ldama, bitta joyga kirib chiqishim kerak edi. Farhod bilan o'taman. Salla Lutfim bilan mashinangda ketdilaring. Aqli bo'lmasa. Lutfulla, o'tir. Ketdi. O'sha ko'rsangiz bo'lmasa. Bo'l. Hop. O'tir jiga. Ne unaqa dedi? Hech qanaqa ishimiz yo'q edi-ku. Mashinamga chiqazgim kelmadi. Vaqtdobsan. Ketdingmi? Yo'q. Bu mashinada ketmaysa. Tinchlikmi? Boya adamlar. Sen hop degan bolam. Yo'q, ada. Siz menimcha noto'g'ri tushunyapsiz. U bolalar meni yoshlikdan beri katta bo'lgan og'aylarim-ku. Kiyib olgan kiyimimga, haydab olgan mashinamga, cho'mchigimni pulimga qarab muomala qiladigan bolalar emas. Kerak bo'lsa mani santengi paytimda yarim Toshkent og'aynim bo'lgan. Sen aytganimni qilib o'rtoqlaringni bir sinab ko'r. Hop ada. Ha, tushunarli. Nimada ketamiz unda? Ha, bolalar. Kutib qolmadinglarmi? Hozir boshqa chetroq qo'yib tushamiz. Voy, Farhod. Tushunmadim. Jigar, mashinani zo'rini bosib yuboribsiz-mi? Menga qara, nomeri ham boplab qo'yibdi-ku. 077 Jojo. Ha, jigar. Bir yoshlikdan katta bo'lgan o'rtoqlarim bilan hazillashibsiz-da, ha? Sirkdagi hayvonlar qorni och qolgan edi. Qornini to'yg'izish uchun tomosha ko'rsatib o'ynaydi. Lekin hozirgi paytda ayrim bir do'stlar, agar ularni do'sti bo'lsa, yonidagi og'aynisini kiyib olgan kiyimiga, cho'mchigidagi puliga kerak bo'lsa, haydab olgan mashinasiga qarab yonida rol o'ynaydi. Tushunmadim. Katta bola bo'lganingda tushunib olasan. Meni boradigan joyim bor edi. Ko'rib xursand bo'ldim sizlarni. Sog' bo'laring. Yaxshilikni ko'rishinglar. Aytgancha Lutfulla, hozir seni tashlab ketaman. Ketdi o'rtoq. Odamlarning yarmi sen qoqilganingda aytgandim-ku deydi. Yarmisi g'alaba qozonsa men buni bilardim deydi.